Assalomu alaykum azizlar. Qiziqarli videomiz boshlanyapti. Valtrata 235 traktorlarni o'ziga xos tomonlari bilan sizlarni bitta-bitta tanishtirib o'taman. Videomiz oxirida narxini ham aytib o'tamiz. Marhamat. Eng muhim birinchi opsiyasi bu oldi o'sida alohida pnevma podushka bilan jihozlangan va yon tomonlarda ikkita tomonda stabilizatorlari mavjud. Bu degani oldi o'sda amortizatsiya bor, kabina amortizatsiyalangan, o'tiradigan operatorning sideniyasi amortizatsiyalangan. Natijada bu traktor bilan kuni bilan ishlasa ham operator charchash nimaligini bilmaydi azizlar. Bunaqa traktorni siz qayerda ko'rgansiz? Marhamat. Keyingi o'ziga xos opsiyasi bu traktorimiz oldi naveska, gidropara va vom bilan jihozlanganligidir. Bu traktoringizni universal traktor bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari oldi toshi ham balast toshi 1200 kg bir butun tosh. Mana shu knopkalar yordamida operatorning o'zi bu toshni qo'shish, ajratish uchun sanoqli soniyalar kerak bo'ladi. Keyingi o'ziga xos tomoni bu traktorning krilolaridir. Mana. Bundan keyin mana 50 qo'shimcha krilo bilan jihozlangan. Traktorning baloni bilan bir tekis. Traktor chiroyli va funksional burilganda hech qanday biron joyga ilashib qoladigan muammo bo'lmaydi. Keyingi nimamiz mana shu otsek hisoblanadi. Mana bu otsek nimaligini ko'rsataman. Bu yerda mana akkumulyator, tagida instrumentlar soladigan yashikcha. Bu yoqda bo'lsa mana vomning nakonechniklari ortiqchasini solib qo'yadigan joyi bor. Albatta o'sha воздушный shlankalarni ulaydigan kompressorga ulanadigan ventili bor. Yopib qulflab qo'yish imkoniyati mavjud. Otish bo'lmaydi. Bu yerda bo'lsa oldi oynalarni, orqa oynalarni yuvish uchun kerak bo'ladigan suv solib qo'yiladigan bachok. Bundan tashqari yana ikkita xususiyati bor. Kabinasi bu o'zining klassida juda ham oynavand qilib ishlangan kabinalardan hisoblanadi. Obzor juda ham yaxshi kabinadan, keyin ichidan ham ko'rsatamiz. Bundan tashqari orqa balonlariga ham, diskalariga mana balast toshlar qo'yilgan. 80 kg dan 3 tadan 6 ta, orqa tomoniga 480 kg qo'shimcha balast bilan jihozlangan. Keyingi o'ziga xos tomoni bu mana ishchi faralari, hammasi galogen emas, LED faralar bilan jihozlangan, oldi ham, orqasi ham ishchi faralar. Bu degani kechqurun bu faralar bilan ishlasangiz xuddi kunduz-kunda yoritib beradi. Buni hozir qorong'i tushgandan keyin ishlatib ko'rsatamiz. Traktorning orqa tomonida juda ham ko'p bir-biridan rang-barang opsiyalari mavjud. Birinchisi albatta kompressor. Ikkinchisi kabinaning amortizatsiyasi orqada ikkita joyda bor. Undan keyingisi o'rtoqlar mana sepkasi. Tegovoy brusdan tashqari alohida rels bilan jihozlangan. Bu relsda mana avtomatik ishlaydigan sepka mavjud. Buni har xil holatlarda mana fiksatsiya qilsa bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Misol uchun agregatlar bor, press podborshik, har xil shunga o'xshagan karmarazatchiklarda o'sha dishlasi tepadan vomni yoki ustidan kardanni tagidan ustidan kelishiga qarab mana har xil poложениyalarda qo'yib xohlagan agregatni ulab ishlatish imkoniyatini beradi. Bu o'zini o'zi ulab qoladi, kabinadan ajratish mumkin, operator pastga tushib o'tishi ham shart emas. Undan tashqari mana shu gidravlik o'rta tiyaga juda ham ko'p qulayliklar yaratadi. Har xil agregatlar bilan ishlashda samaradorlik va aniqlikni ta'minlab beradi. Buni boshqarish kabinadan ham boshqarsa bo'ladi yoki bu yerda alohida knopkalardan vomni tiyagalarni ko'tarib tushirish, ana tepadagi o'rta tiyagani boshqarishni amalga oshirsa bo'ladi. Undan tashqari mana 4 ta gidropara bor alohida nimadan gidravlikani o'ziga xos tomoni power beyond va load sensing degan funksiyalar bilan jihozlangan. Mana bu yerda uni ulaydigan joylari mavjud alohida. Bularni keyingi videolarda har bitta agregatdan nima foyda berishini sizlarga tushuntirib o'tamiz. Keyin mana shuna mayda narsalari ham hatto e'tibor berilgan. Misol uchun mana bunday shariklarni alohida solib qo'yadigan nimalari mavjud mana. Har bitta mayda detaligacha mana hatto mana shunga ham e'tibor bering. Bu ham alohida lampa. Kechqurun ishlaganingizda mana yoritib turadi. Orqada ish qilayotganingizda qanday sepka ulaydigan, vomni boshqa qiladigan nimada juda ham qulay. Men faqat Fendt yoki Valtra traktoriga ko'rgan o'ziga xos tomonlardan yana bittasi bu traktorlarda transmissiya moylari bilan gidravlika moylari bir-biridan alohida ajratilgan. Bir-biriga qo'shilmaydi.
Ya'ni transmissiya moyini siz mana shu joydan ko'rishingiz mumkin. Gidravlika moyini mana shu joydan ko'rsangiz bo'ladi. Keyingi o'ziga xos tomoni o'rtoqlar, vozdухозаборник. Lekin Valtrada bu o'ziga xos tomoni mana havoni tepadan oladi. Ya'ni chang kamroq joydan havo oladi va undan keyin mana dizel soladigan bachogi 380 litrlik filtr mana ko'zni oldida turibdi. Tagida suv yig'ilgan отстойники, filtr qanaqa hamma narsa tiqilmaganmi boshqa ko'rinib turadi. Har kun ko'zingiz tushadi. Keyingi tomoni mana chiqadigan zinalari ham qattiq alyumindan ishlangan, juda ham baquvvat va chiroyli, oyoqni tozalab chiqishda ham tishli, ali sirpanib ketmaydigan qilib ishlangan. Keyin mana u lampani ko'ryapsiz-a? Mana shunday men ochsam, mana kechqurun oyog'ingizni urib olmaysiz, turtib olmaysiz. Hamma narsa yorug' bo'lib turadi, bemalol chiqasiz. Keyin mana nimalari ham juda qulay qilib ishlangan. Endi o'rtoqlar, kabinaning ichidan tomosha qilaylik. Bu yerda ham juda qiziqarli narsalar ko'p. Marhamat. Mana kabina keng va shinam. Sidyeniya ham juda qulay, yaxshi amortizatsiya qilingan. E'tibor bersangiz, bironta men richak ko'rmayapman. Bundan tashqari touch screen nimasiga ega juda katta ekran displey. Mana bu yerda misol uchun siz motorni оборотini sozlaysizmi? Oldi vom yoki oldi gidravlikalar sozlaysizmi? Yoki korobkaning настройкаларimi? Yoki bo'lmasa umumiy gidravlik sistemani, ana upravlение konsolini qaysi nimaga qaysi nimalarni qo'yib chiqasizmi? Yoki mana orqa tomon vom, naveska, gidravlikalar. Gidravlikalar mana 4 tasini даже necha darajada nima qilishni ko'paytirib kamaytirish. Bir necha vazifalarni shu yerda o'tirib shu ekranni o'zida bajarsa bo'ladi. Bundan tashqari mana bu yerda alohida yana bitta tablo mavjud. Bu yerda mana qaysi nima skorsda turibdi, necha tezlikda ketyapti, оборотini ko'rsatib turadi soatiga va necha litr solyarka расход bo'lyapti, hammasini mana shu tablodan ham ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Boshqarish upravlение konsoli mana gidravlikalar 1 2 3 4 ta orqadagi 4 ta nimaniki, oldinikini boshqaradigan knopkalar, oldi naveskani boshqaradigan alohida richakcha bor va radioni boshqarish, ovozini, kanallarni o'zgartirish, faralarini yoqish, oldi privod, orqa privodlarni qo'shish, ajratish, avtopilotlarni qo'shish, ajratish ham hammasi mana shu joyda knopkalardan boshqariladi. Bu yerda mana vomlar, qo'shib ajratish, oldiniki, orqaniki. Bundan tashqari radio magnitola, klimat kontrol, oddiy konditsioner emas, klimat kontrol. Keyin mana bu yoqni ko'rsangiz, alohida cool box xolodilniki bor. Bundan keyin orqasida mana омыватель, dvorniklar bor. Keyin bu tomonida haligi aytgandek sepkani orqada tros bilan ajratish richagi. Bu yerda mana alohida 3 pillik, 7 pillik, 12, 9 pillik, 13 pillik har xil razъемlar bor. Bu har xil agregatlar, elektronikalarni ulash uchun juda ham qulay. Hammasi bir joyda joylashgan. Traktorning harakatlanish tezligi 53 km/soatgacha tez yura oladi. Bundan tashqari gidravlik avtopilot bilan zavodda jihozlangan, u degani rul umuman almashmagan, original rul turibdi. Xuddi shunday mana Trimble gidravlik avtopilotni agar siz o'z instruktoringizga yozib qo'yaman desangiz 20-25 ming yevrodan kam turmaydi. Bu juda ham aniq ishlaydigan gidravlik avtopilot hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, traktorning har bitta detali, jihozi, har bitta opsiyasi juda tanlab
terilgan. Sababi 230-240 ot yukli traktorlar bu fermerlar uchun kerak bo'lgan juda universal traktor bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu traktorlarni siz kerak bo'lsa yil 12 oy ishlatib, kamida bir yilda 1000 yoki 2000 matachasgacha ishlatsangiz samara beradigan traktorlar sinfiga kiradi. Endi eng muhim joyi narxiga to'xtaladigan bo'lsak, o'rtoqlar, endi buni narxlari 2 milliard 300 million so'mdan boshlanadi NDS bilan hisoblaganda. Mana shu juda ham top nima qilgan versiyamiz bu 2 milliard 800 million so'm NDS bilan NDS qaytadi. Undan tashqari hozir mana iyun oyida oxirlarida keladigan traktorlarimiz u richaklar bilan jihozlangan, o'sha oldinaviska bo'mlari bo'ladi ularda ham. Ular shu 2 milliard 300 2 milliard 400 million atrofida chiqishi kutilmoqda narxlari. Mana oq rangdagi nimamiz u faqat oldidagi o'sha pneumopodoshkasi bo'lmaganligi, avtopiloti gidravlik bo'lmaganligi sababli uni narxi bir 2 milliard 500 2 milliard 550 million atrofida chiqadi NDS bilan. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa bu traktorlar, bizni dala kunlarimizga taklif qilib qolamiz. Keling, xohlasangiz ofisimizga keling, o'tirib ichida o'tirib ko'rasiz, haydab ko'rasiz. Har bitta detalni sizga tushuntiramiz. Nima uchun kerak Izobus, nima uchun kerak Power Beyond, nima uchun kerak aytaylik shu telematikasi. Buni haqida hali gapirmadik. Buni mana touch screen qanday ishlaydi, buni o'zi telematikasi qanaqa bo'ladi, buni o'zi bitta dunyo. Buni alohida o'zimiz bir video qilib yana qo'yib boramiz. Ya'ni traktorning imkoniyatlari juda ham katta. Ya'ni o'zi ekranidan orqadagi umumniy agregatlarni boshqarish, o'sha yerdan hisobotlarni yig'ish va jamlash imkoniyati mavjud. Albatta undan keyin sizni ehtiyojingizdan kelib chiqib, misol uchun sizga ma'lum bir opsiyalar kerak bo'lmaydigan bo'lsa, ularni chiqarib tashlab, alohida hisoblab ham berishingiz mumkin va zavoddan shunaqa terdirib olib kelib beramiz. Qo'shimcha savol va tushunmagan joylar bo'ladigan bo'lsa, biz sizni xizmatingizdamiz. Telefon qiling yoki ofisga kelib biz bilan uchrashib, o'sha yerda traktorni oldida turib gaplashsak ham bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Mana sveti coming home degan opsiyasi. Ya'ni kechqurun kelib traktorni o'chirib, qulflab tushib, uyga kirib olganingizcha yo'lingizni yoritib turadi. Ma'lum bir vaqtdan keyin o'zi o'chib qoladi.